Bu ish senga yoqadimi? Sen guvohi bo'layotgan bu narsalar ba'zida hammasiga ko'z yumishga to'g'ri keladi. Detektiv William Somerset chiqish yo'lini qidirmoqda. sen nafaqaga chiqyapsan. Yana 6 kun va sen butunlay ketasan. Xo'sh, bu yerda qancha vaqtdan beri yashaysiz? Juda ko'pdan beri. Detektiv David Milles kirish yo'lini qidirmoqda. Endi men ketgunimga qadar har bir soniyani birga o'tkazamiz. Senga kim do'st, kim dushman ekanligini ko'rsatib qo'yaman. Men 5 yildan beri jinoyatchilarni dumini kesib kelaman. Lekin bu shaharda emas. Endi esa xonimlar va janoblar, katta o'yin boshlandi. Hech qanday barmoq izlari va guvohlari yo'q. Ana xolos. Bu yigit haqida biz bilgan yagona narsa u butunlay aqldan ozgan. Ular katta o'yinga tushib qolishdi. Bizda 7 ta halokatli gunoh bor. Qochko'zlik, Xonimlar va janoblar, ziqnalik, bizda qotillik ishi bor. yalqovlik, g'azab, mag'rurlik, shahvat va hasad. Jami 7. Demak, yana 5 ta qotillik bo'ladi. Jasad seshanba kuni ertalab topilgan. Shahardan nafratlanaman. Buni kim qilganini bilib olaman. Bu haqiqiy adolatning tiklanishi bo'ladi. Yana 2 ta jasad bor. Yana 2 ta qurbon. Bu odam aqlli, qat'iyatli, eng yomoni o'ta sabrli. Bizni tentak qilyapti. Ustimizdan kulyapti. U o'zining asarini yakunlashiga 2 ta qotillik qoldi. Unda to'pponcha bor edi. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Hech bunaqasini ko'rganmisan? Yo'q. 7.